Bunimiz abzurini keyingi qismiga o'tamiz. Bunda qo'yib oldim. Xullas bu telefon kimga kerak? Men S bilan D ni farq rosa katta ko'rmadim. Bunaqangi katta ham deb hisoblamayman. Agar pulinglar kamroq bo'lsa, bundan bitta oldingi S modelini olib ishlatganinglar ma'qul. Chunki bu chiqqandan keyin S model yana ham narxi tushib, hozirgi 2 millionga zo'r holatini beradigan bo'lib qoldi. Buni olsanglar примерно 4 million atrofida bo'lishi kerak. Chunki 330 dollarimiz shunaqa bo'lib qoladi. Примерно 2 barobar qimmat, lekin bunga plyuslari nisbatan o'ta oz. Har qanday holatda ikkalovi ham yaxshi telefon deb hisoblayman. Men bu qo'lga ushlashlari udobni, yoqimsiz emas. Menga atrofi birinchi rasmda ko'rganda o'ta yoqimli, maza deb o'ylaganim, hozir qo'limga kelib ushlaganimdan keyin o'shanaqangi maza degan narsa ko'rmadim. Yo'q bo'lib qoldi. Lekin men bu qizg'ish rangi bo'lsa, realni yoqimli. Faqat mana shu atrofidagi bu ham yoqimli deb o'yladim. O'sha yoqimliligi umuman tugadi. Endi chexol kiysam, может, yo'qoldi chexolda. Qora bo'lib, nuka telefonimiz уже bo'ladi. Lekin bilasizmi, bu telefonni chexoli bilan mazamasda ishlatish bor. Bez chexol, oldiga steklolarsiz ishlatsanglar maza qilasizlar. Asosan bu telefonimiz endi nimaga ishlaydi? Odatiy hayotimizda ko'pincha urinib, qoqinib, yiqilib tushirib yuboradigan odamlar bo'lsa, aytaylik ustalar yoki qanaqangidir ishda men o'zim, например, zubni bo'lsam, qo'llarimiz yuvamiz, boshqa narsa bo'ladi. Qaysidir holat keladiki, ushlab yuboramiz telefonni. Men patsientimiz ko'rib bo'lgandan keyin shuni ushlab yuboraman, haligi joyda bu ham redka bo'lib turadi. Men usti yomon bo'lib ketadi. O'shunaqada shuni kranga solib yuvib turib, kiyimni yuvib ilib quritgandek buni ham xuddi shunaqa qo'yib qo'yiladi. Shu uchun endi menda ham har doim shunaqa bo'ladi emas, redka bo'lgan. Всё равно yuvib, maza qilib ishlatadigan. Men o'zimda bo'lib o'tgan narsa eslayman. Buni S modeli bor. S modelida xullas bunaqangi. Men kino ko'rib yotibman vandada. Uxlab qolibman. Uxlab qolsam, ana telefon cho'kib, men vandan tagiga tushib qolganda YouTube'dagi video hali ham ko'rilyapti. Примерно yarim soatda ko'zimni ochsam, telefonim qani qarayman. Bundoq qarasam vandan ichida, bitta ochsam shu telefon ishlab yotibdi. Xuddi shunaqa. Bu ham yaxshi. U ikkovi bilan bir xil, boshqa narsa yo'q. Bir o'ta katta farqlari yo'q. Aytaylik, o'zingizlarda bundan oldingi S modeli bo'lsa, D ga o'tishinglarni prosta maslahat bermayman. Lekin unda olib ishlataman, maza qilib yuraman degan odamlarga zo'r narsa. Men o'zimdan kelib chiqib PUBG o'ynamayman yoki telefonda boshqa o'yinlar o'ynamayman. Menga YouTube kerak, Telegram, Google, mana shunaqangi juda kichik bo'lgan ishlarni bajarganim uchun men uchun bu telefon topoviy urovendagi telefon. Ayniqsa zaryadka qo'yish juda yomon ko'raman. Shu bitta qo'yib qaytib qo'ymasam deyman. Chunki qachon qo'ysam vechni esimdan chiqib qolgan zaryad jihatdan. Shu taraflama вообще ideal, zo'r. Asosiy maqtaydigan joyi zaryadkada, boshqa narsa yo'q. Lekin rangi, qizil rangi chiroyli, faqat atrofidagi tilla odam me'dasiga sразу tegib qolar ekanda. Mana chexolsiz ishlatish qo'lga yoqimli. Lekin уже menda atrofidagi tilla ranglari, ozgina me'daga tegdi-da. Telefonimiz men telefon olib sotib yurmaganim uchun, faqat o'zim uchun ishlatadigan odam sifatida uchun o'ta zo'r har bitta detal ta'riflab bera olmayman. Lekin обычный odam ishlatib yursa bo'ladigan, uncha qotib qolmaydigan telefon deb hisoblayman.